O'zi kinezologiya nima? Shu savolga javob beraylik birinchi o'rinda. Yana aytaman, tashxis qo'yiladi. Bu yoqdagi muolaja usullariga cheklov yo'q. Yog' bo'lsin, massaj bo'lsin. Endi to'g'ri, masalan, qandaydir moddiy yetishmaysiz, massaj bilan to'g'rilab bo'lmaydi. Masalan, tomir qisilib qoldi aytaylik. Mana bel umurtqasidan yonidan o'tadigan pastga oyoqqa oziqalarni yetkazib boradigan tomir qisilib qoldi mushaklarning orasida. Buni kinezolog mushaklarni test qilish orqali aniqlaydi, qaysi mushak tirishib qolgan, qotib qolgan. Ana o'sha mushakni bo'shatgandan keyin pastga qarab qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ham buni biz uyg'unlashtirishga harakat qilyapmiz. Mutassiblik yo'q, tabobatli mutassiblik yo'q, kinezologiyada ham yo'q. Mutassiblik degani faqat o'zimni usulim zo'r, boshqani tan olmaydigan mutaxassislar ham borda. Zulik qo'ysa faqat zulik zo'r deydi, hijoma qilsa faqat hijoma zo'r deydi, yo ari chaqtirsa faqat ari zo'r. Boshqa narsani tan olmaydigan odamlar borda. Biz ham masalan bitta dori qilib turib, bitta dorini hammaga beravermaymiz. Hozir shunaqangi kompaniyalar bor, batla ishlab chiqarishadi. Bitta dorini hammaga berishadi. Mana shu Ramazon sharif munosabati bilan kam ta'minlangan, yordamga muhtoj bo'lgan, ana zakat olishga haqdor odamlar borda. Shunaqa insonlar bo'lsa, davolanmoqchi lekin sharoit yo'q odamlar bo'lsa, xayriya e'lon qilamiz. Demak, grijani muammo deb hisoblamaysizlar. Hayvon bor-ku, sigirda ham grija bo'ladi, otda ham grija bo'ladi. Lekin bu tepadan bunaqangi qisilish, bosilish yo'q bunda, gorizontal yuradi. Ya'ni u yerda mushaklar qisib, mushaklar tortilib, uni ham grija qilib qo'yadi. Bu bir. Bismillah. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Tohir tabib sherigimiz bilan birga suhbat qilamiz. Avvalo o'zim haqimda ozgina tanishtirib o'tsam, tabiblik faoliyati bilan 6 yildan beri shug'ullanaman. Biz doktor emasmiz, tabibmiz. Ustozlarimiz haqida aytadigan bo'lsak, boshlanishda biz tibbiy nabaviyga qiziqib, hijoma, zulik shularni o'rganib, keyin asallar chaqtirishlarni, igna qo'yishlarni o'rganib, hozirda Sharq tabbati markazida shogird tushib yurib, Abdumannob Asadov degan ustozimizdan tabobat haqqi sirlarini o'rganib, shu bo'yicha ishlab yuribmiz. Muhiddin Umarov akademik bo'lgan ustozimiz bo'lgan, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, o'sha kishidan qolgan ilmiy meroslarni o'zlashtirib, shu bo'yicha ishlab kelamiz. Hozirda ham 2-3 ta joyda o'qiymiz. Biz to'xtamaymiz o'qishdan. Bu ish faoliyatimiz asosan suyak yemirilishi, bo'g'im kasalliklarini davolash. Shunga mana qo'shimcha kinezologiya usulini targ'ib qilyapmiz, qo'shyapmiz. Chunki kinezologiya bu yaxshi yordam berayotgani uchun biz mana hozir kinezolog mutaxassisimiz ham bor. Bular bilan birga suhbat o'tkazamiz. Assalomu alaykum, Azamat. Bu bizni kuzatib boruvchilarga savollar bor. Shu savollardan sizga bersam, avvalo o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. Tak, ismim Zamonbekov Azamat, kinezologman. Harakat tayanch a'zolarida bo'ladigan muammolar bilan shug'ullanaman. Bu ish bilan qariyb 2018-yildan beri shug'ullanib kelyapman. 100% bu ishga ko'chganimga 1 yildan oshdi. Ustozdan keyin o'zingiz mustaqil bo'lganingizga 1 yil bo'ldi. Shunaqa desak bo'ladimi? 1 yildan oshdi. O'zi kinezologiya nima? Shu savolga javob beraylik birinchi o'rinda. Kinezologiya, kinezio degan so'zdan olingan bo'lib, italyan tilidagi harakat degan ma'noni bildiradi. Logiya ilm, ya'ni harakat to'g'risidagi ilm. Va bunda manual mishishni testirovandan foydalaniladi. Manual mishishni testirovandan degan manual degan qo'l, mishishni degan mushaklar, test degani tekshirish, ya'ni mushaklarni tonusini tekshiradi va tekshirgan paytda aniq diagnostika ma'lumotlariga ega bo'la oladi odam. Va boshqacha qilib aytganda, organizmni muolaja qilishdan ham ko'ra tashxis qilish, diagnostika qilish usuli hisoblanadi. Va o'z natijasi sifatida, ya'ni diagnostika qilish borasida juda katta aniqlikka ega bo'lgan yo'nalish hisoblanadi. Tashxis qo'ydingiz. Qanaqa tashxislar qo'yiladi ko'proq? Ayniqsa mana shu bo'g'im kasalliklarida, suyak bo'g'im kasalliklarida qanaqa davolash choralariga ko'proq urg'u berasizlar? Xo'p, tashxis qo'yilganda 5 ta ta'sir qiladigan jabha bor. Har bir bo'g'imga. 5 faktorov позвоночного отверстия deyiladi. Bular birinchi navbatda tomir, qon tomirlari, ikkinchi limfa tomiri, uchinchisi innervatsiyasi, ya'ni nerv kelishi,
to'rtinchisi orqa va markaziy nerv sistemasida o'zgarish va beshinchi faktor bu meridian kanallar hisoblanadi. Xitoy meditsinasi bo'yicha meridian kanallar bor, ana o'shalar. Mana shu 5 ta faktorni qaysi biridan muammo kelyapti bo'g'imga, masalan tomirlarda tiqilib qoldimi yoki limfalarda shish bormi, shamollash bormi, qandaydir infeksiyalar bormi yoki bo'lmasam innervatsiya qayerdadir grija bo'lib, nerv qisildi va pastga qarab tizzaga, belga, qaysidir bir joyga qarab bo'yinda qisilganmi, innervatsiyani yetib bormasligi. Mana shu narsalarni tekshiriladi manualniy meshishning testirivini orqali, ya'ni mushaklarni qo'lda tekshirish orqali, test qilish orqali va aniq javobga ega bo'ladi. Tashxis bu davolashning yarmi degani. Ya'ni odam o'zini tashxis qilmasdan davolayman desa, aylanib yuraveradi kasallikni. Lekin tashxisni aniq qo'yadigan bo'lsa, nuqtaga udar beriladi va kasallik tez orada bartaraf bo'ladi. Xo'p, endi biz tabobat jihatdan masalan tomir ko'rib tashxis qo'ysak, biz mizojiga qaraymiz. Qaysi a'zoni yaxshi ishlamayotganiga, qaysi a'zo sababli oqibatda masalan bo'g'im kasalligi kelib chiqdi. Shunisiga e'tibor qaratamiz. Siz hozir 5 ta faktorni aytdingiz. Shu faktor bo'yicha ishlashingiz kerak, a? To'g'ri. Lekin ozuqa yetishmay qolgan vaziyatda nima qilasiz ko'proq? Bu yerda bizda biokimический test bor, ya'ni qandaydir biokimyoviy moddalarning ko'pligi yoki kamligini ham aniqlasa bo'ladi kinezologiya orqali. Ya, shuni aniqlandi deylik. Ozuqasi yaxshi emas, ozuqa yaxshi yetib kelmayapti. Umumiy kinezologlar shu paytda nimadan foydalanadi? Ozuqani berish kerak tanaga. So'rmayapti yaxshi yetib bormayotgan bo'lsa. Xo'p, mana shunaqa tushunmovchiliklar ko'p bo'ladi. Mana boshida aytib ketdim. Kinezologiya bu nima? Bu diagnostika usuli. Ya'ni aniqlash, tashxis qo'yish usuli. Juda ham samarali. Ya'ni tashxisni to'g'ri qo'yganingizdan keyin u yog'ida tashxisdan keyin qanaqa qilib davolashingiz u aniq bo'ladi o'sha. Ya'ni giyohlar bersangiz bo'ladi. Yoki masalan kimyoviy sintetik dorilar bersangiz bo'ladi. Badlar bersangiz bo'ladi, biologik aktiv qo'shimchalarni bersangiz bo'ladi. Fizioterapiya qilsangiz bo'ladi, massaj qilsangiz bo'ladi, manualniy terapiya qilsangiz bo'ladi, igla terapiya qilsangiz bo'ladi. Yog'iga instrumentlar cheksiz. Ya'ni boshqa davolash usullari bilan bemalol integratsiya bo'la oladi. Kollaboratsiya bo'la oladi. Glavniy kinezologiyaning yutug'i shundaki, tashxisni aniq qo'yadi. Ya'ni masalan sizda dorilar bilan, giyohlar bilan davolash bo'ladigan bo'lsa, kinezologiya bunga yo'q demaydi. Muolaja qilib tashxis qo'yadi, aniqrog'i tashxis qilib siz muolaja qilasiz. Muolajangiz tugagandan keyin yana tashxis qo'yadigan bo'lsa, organizm aniq javob beradi. Ya'ni kasallik bor edi, dorilargacha, giyohlargacha 1 oy mobaynida, 2 oy mobaynida kursini tugatdi va yana tashxis qo'yiladigan bo'lsa, tashxis qaysi darajada keldi, qaysi darajada ta'sir qildi, ana o'shani aniqlab berishda yaxshi usul hisoblanadi. Xo'p, bo'lmasa bunday qilsak. Siz Piat Baktor dedingiz-ku, 5 ta tashxis qo'ydingiz. O'sha bo'yicha to'liq siz ishingiz-a bu qilish. Lekin bioximiyasi bilan masalan boshqa odamlar shug'ullansa bo'ladi bemalol. Ha, yana aytaman, tashxis qo'yiladi. U yoqdagi muolaja usullariga cheklov yo'q. Giyoh bo'lsin, massaj bo'lsin. Endi to'g'ri, masalan, qandaydir moddiy yetishmaysizmi, massaj bilan to'g'rilab bo'lmaydi. Lekin kinezologiyaning yutug'i shundaki, masalan, tomir qisilib qoldi aytaylik, mana bel umurtqasidan yonidan o'tadigan pastga oyoqqa ozuqalarni yetkazib boradigan tomir qisilib qoldi mushaklarning orasida. Buni kinezolog mushaklarni test qilish orqali aniqlaydi, qaysi mushak tirishib qolgan, qotib qolgan. Ana o'sha mushakni bo'shatgandan keyin pastga qarab qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Bizga ayni kerak bo'lgan joyi mana shu. Biz shuning uchun kinezologiyani buyurib, shuning uchun men taklif qildimki, strukturada o'zgarish ketdimi, grija bo'ldi yoki qiyshayish bo'ldi, siqib qolgan yoki struktura o'zgargan paytda mushaklarni test qilib, o'sha bo'shashib qolgan mushagi joyiga olib kelish yoki aksi, tirishib qolgan mushagi sal bo'shashtirib, me'yorda ishlash, ta'minlash. Demak, shu ishni siz to'laqonli qilib bera olasiz. Qila olamiz. Shuning uchun ham buni biz uyg'unlashtirishga harakat qilyapmiz. Mutassiblik yo'q, tabobatda mutassiblik yo'q, kinezologiyada ham yo'q.
Mutasib degani faqat o'zimni usulim zo'r, boshqani tan olmaydigan mutaxassislar ham borda. Zulik qo'ysa faqat zulik zo'r deydi, hijoma qilsa faqat hijoma zo'r deydi, yo ari chaqtirsa faqat ari zo'r. Boshqa narsani tan olmaydigan odamlar borda. Ular menimcha ilmni nima deydi, o'rganishdan to'xtab qolgan odamlar. Ular to'xtagan odamlar desak bo'ladi, chunki boshqa muolaja usullari ko'p. Qaysi muolaja usuli yaxshi foyda qiladigan bo'lsa, o'sha muolaja usulini qo'llash kerak. Agar umurtqada siqilish bo'lib, nerv siqilib turgan bo'lsa, og'riq berib turgan bo'lsa, demak siz og'riqni olib bera olasiz. Shunaqa. Ayni kerak joyingiz mana shu joysiz. Endi lekin ozuqani tiklash kerak bo'lganda, masalan, yillab mobaynida savdo xilti yetishmagan, kalsiy deydi, mana savdo xilti yetishmagan bo'lsa, uni savdo xiltini tug'iltirib, bo'g'imlarga olib borib beradigan mahsulotlarimiz bor. Ajib ko'z turibdi. Jigar yaxshi bo'lmasa, gepatozgar turibdi. Bu yerda venotip bor. Venotip bu qon tomirlardagi qon yurishini yaxshilaydi. Xolesterinlarni bo'lsa eritadi. Asabiy bo'lsa asab joyiga olib keladi. Spinalift ikki xili bor. Spinadagi, masalan, umurtqadagi osteoxondroz, ortiqcha chiqindilar yig'ilgan bo'lsa tozalovchisi bor yoki ozuq yetishmasdan defitsit bo'lgan paytda, kamqonlik bo'lgan paytda ikkisini beramiz. Biz ham masalan bitta dori qilib turib, bitta dorini hammaga beravermaymiz. Hozir shunaqangi kompaniyalar bor, batla ishlab chiqarishadi. Bitta dorini hammaga berishadi. Bitta dorisi bor, bo'ldi. Hammaga shu padarat. Boshqa yondosh kasallikni hisobga olishadi, boshqa qilishadi-yu. Unaqa emas. Har bir inson individualni o'rganilish kerak, qarash kerak. Ayniqsa hozir murojaat qilayotganlarning ko'pi aytarli ko'p muolajalarni olgan. Olganda endi bizga ham murojaat qilishadi. Siz ham shunaqa qilib berasizmi deganda. Biz ko'pincha yo'q deymiz bunda. Chunki siz kasallik eskirib ketgan, biz ham 20 ta joyga murojaat qilganmisiz, 21-chisi bo'lib qolmaylik. Sal tashxis to'g'riroq qo'yib ishlashga harakat qilaylik deymiz. Shunda ham yoshi katta bo'lsa, bundan oldin videoda aytdik, yosh ulug', qari bo'lib, kasallik ham shunaqa bir eskirib ketgan bo'lsa, ularga kasallikni to'xtatib berish, qaysidir ma'noda og'riqni olib berish, yordam berish qo'limizdan keladi. Lekin uni to'liq tuzatib yuborish mana 60 yoshdan keyin ancha murakkab, qiyin jarayon. Siz ham necha yoshgacha bemorlarni qabul qilasiz? O'zi prinsipimiz 60-65 yoshgacha. Bizda ustozimizda ham shunaqa, menda ham shunaqa. Chunki organizmda jarayonlar juda sekinlashib ketgan. Qon aylanishini masalan ochganingiz bilan qon aylanishi sekin. Mushaklarni tezligi, ishlashi, nerv impulslarini pastga qarab kelishi, ketishi, hamma jarayonlar sekinlashgan bo'ladi. To'g'ri, sekinlashgan bo'ladi, lekin hammada emas. Bu nisbiy narsa. O'ziga yaxshi qarab yurgan tetik insonlar bor. Masalan, 40-50 yoshdan ko'ra tetik organizm ham o'zi ham, gapi ham, ko'rinishi ham, lekin 40-50 yoshdagilar bor, ular ancha kasallik kuchayib ketganda, oldinroq boshlangan desak, menimcha tabobat bilan uyg'unlashgan paytda biz yoshcha olib tashlasak bo'ladimi yo'qmi? Endi bu nima desam ekan? Yosh chegarasini demoqchiman. Yosh chegarasi bu qandaydir siyosiymi yoki bir marketing tomonidanmi qaralgan narsada. Masalan, keldimi u 90 yoshda bo'ladimi, 80 yoshda bo'ladimi, 100 yoshda bo'ladimi? Unga yordam bersangiz yaxshi. Sal o'zgartirsangiz ham yaxshi. Faqat 60-65 yoshdan keyingilar bizdan katta umid qilmasin degan niyatda aytiladi. Bilasizmi? Biz ham masalan qandaydir va'dani berib yorib, lekin oxirida kutilgan natija bo'lmasa, biz ham qandaydir va'dabozga o'xshab qolamiz. Yoshroq bo'lsa, natija tezroq bo'lishini inobatga olgan holda yoshroqlar bilan ishlasak, bizning ko'rsatkichimiz ko'proq bo'ladi. Qarilar bilan faqat qarilar bilan ishlaydigan bo'lsak, ko'rsatkichimiz tushib ketadi. 20% bo'lib qoladi. Yoshlar bilan ishlasak 80% bo'ladi masalan. Bu katta farq degani. Lekin masalan kelib bizga mana natijamiz qo'lingdan kelgancha yordam ber bizga deydigan bo'lsa, biz nimaga yo'q deymiz. Qo'limizdan kelib turgandan keyin sal bo'lsa ham o'zgartiradigan bo'lsak, xursand bo'lamiz. Bundan oldingi videoda ham aytib o'tdim. Masalan, o'sha yosh kattalarda jarayon to'xtatib berib, og'riqni kamaytirib bersa ham katta natija o'zi. Lekin ularning endi to'liq yemirilib ketgan umurtqadagi suyaklarni vastanaviy qilib joyiga olib kelib bo'lmaydi endi. Bor narsani bor deyish kerak. Endi biz uni davolab yuboramiz. Qarilik bilan kasallik birga kelsa, qarilikning davosi yo'q, o'limni davosi yo'q hadisga muvofiq. Lekin kasallik ham qarilik bilan birga qariyotgan bo'lsa, buni ham o'shanga qo'shib qo'yish mumkin-da endi. Bedavo bo'lib, o'sha inson bilan bir ketadi bu. Lekin o'shani oldini olib, demak, yaxshi tomonga o'zgartirib, qancha muddat ozuqasini berish, o'sha og'riqlarni kamaytirish mumkin. To'g'ri.
Shuni aytib o'tyapmiz. Endi buni ko'radigan insonlarga ham biz bir yaxshi narsa berishimiz kerakda, foydali. Bemorlarni kinezologiya usulida necha seansda yaxshi qilish mumkin? O'rtacha 5 seans. Albatta, qancha ko'p seans olgan sayin o'zgarishlar bo'ladi. O'rtacha 5 seans bir oy mobaynida. Azonat o'rtacha 5 ta seans olish kerak deyapsiz. Bemorlarni holatidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, ular anchadan beri kasal bo'lsa yoki uzoq joydan kelsa, Toshkentda turishga sharoitlari yo'q. Keyin har muolajangizga to'lov qilish kerak. Faqat strukturani o'ziga ishlab, bitta seans o'zida strukturani o'zini to'g'rilab, og'riqlarni kamaytirish iloji bormi? Albatta bor. Уже bir seansda o'zida bizga kelganlar ancha yengillashish, o'zgarishni his qiladilar. Ya'ni bir seansning o'zida natijani sezishadi. Demak, chunki struktura uchun siz ishlasangiz, bioximiya uchun, ozuqani tiklash uchun mana dori bor-da, beramiz bemalol. Shu narsa siz ham qilib yuruvdik. Endi shu bilan sizniki bilan yana ham tezroq natijaga chiqishi, bir oydan keyin kontrolni ko'rish mumkin. O'zini holati qanchalik o'zgargan. Kapremont bo'ladi-da, bu polniy kapremont bo'ladi mashinani, o'shanaqa bo'ladi. Haligi kichkina check-up desak bo'ladi. O'zi asli check-up degan so'z bor meditsinada. Mana tashxis qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, check-up olib, polni hamma joyingizni bitta summaga qanaqadir ko'rib berish degan narsa bor-da. Butun a'zolaringiz ko'rib chiqiladi. Qayerda muammo bor? Xuddi shunaqa siz ham shunaqa qilib bera olasizda, to'g'rimi? Faqat strukturani o'ziga. Shunaqa. Yaxshi. Yana bitta kuchli taklifimiz bor. Mana shu Ramazon sharifi munosabati bilan kam ta'minlangan, yordam muhtoj bo'lgan, mana zakat olishga haqdor odamlar bor-da. Shunaqa insonlar bo'lsa, davolanmoqchi lekin sharoit yo'q odamlar bo'lsa, xayriya e'lon qilamiz. 10 ta odamga bepul 3 oylik bir kurs 3 oylik hisoblanadi. 3 oylik ajib ko'z, suyak yemishi, bo'g'im kasalliklarga beradigan dorimizni bermoqchimiz. 10 ta odam tanlab olamiz. Faqat kommentariyaga o'zingizning holatingizni yozib qoldirsanglar, shundan 10 ta haqdorni ko'rib, tanlab olib, kerakli muolajalarni 3 oyligini qilib beramiz. Qiziq bo'lsa albatta yozib qoldiringlar. Faqat bu mana shu Ramazondagi kommentariy yozib qoldirib, shu holatini bayon qilganlar uchun. Tizza og'rig'ining sababi nima va qo'shimcha uyga ham mashqlab yursa bo'ladimi kinezologiyada? Da. Tizza og'rig'ini sabablari bir nechta, boyagi 5 ta sabablar, ya'ni bularni yana takrorlab o'tamiz. Tomirda qon aylanishi buzilgan, limfani nimasi oqib ketishi buzilgan, ya'ni qon tomir keladi ham ketadi. Limfa faqat bir tomonlama. Tozalash uchun. Bir tomonlama oqadi. Bo'g'imlardan, mushaklardan tashqariga qarab ketadi. Chiqindilarni olib chiqib tashlash. Da. Ana o'sha jarayon buzilgan bo'lishi mumkin. Yoki nervni kelishi buzilgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam orqa miyada qandaydir bir buralishlar bo'ladi. Masalan, bo'yinda qisilish bo'ladigan bo'lsa, u tizzaga ta'sir qilishi mumkin. Belda qisilgan bo'lsa ham tizzaga ta'sir qilishi mumkin. Qaysidir bir mana shu orqa miya, markaziy nerv sistemasining bir joyida o'zgarishlar bo'lsa, ana o'sha tizzani og'rig'iga ta'sir qiladi. Va quvvatni aylanishi bor meridian kanallarida. Buni biz igloterapiya orqali tuzatamiz. Mana shu 5 ta faktorni to'g'rilagandan keyin tizza og'riqlari bartaraf bo'ladi, xudo xolasa, va bundan tashqari noto'g'ri harakat ham sabab bo'ladi. Biomexanikasining buzilganligi. Hozir bergan savolingiz, to'g'ri mashqlarni bajarish orqali tizzani to'g'ri biomexanikasini joyiga qaytarish orqali ham boyagi limfalarda tiqilmalar bo'lsa, harakat orqali siqilib limfalar harakatlanadi. Tomirlar o'zi aslida mushaklarning orasidan o'tadi. To'g'ri harakatni bajaradigan bo'lsa, tomirlar ham siqilib boyagi aylanishlarni joyiga keltiradi. Xo'p, mana shunaqangi mashqlar orqali ham tizzani og'rishiga ancha yaxshi davo qilsa bo'ladi. Demak, shu jarayonda biz malham beramiz ko'pincha. O'sha surkab, o'sha joyda qon aylanishi, limfa tizimini yaxshilash uchun beramiz. O'shani qo'shimcha mashqlar qilib kinezologiya olsa, jarayon bir necha marta tezlashadi. To'g'ri. To'g'rimi? Tezroq natija qilish mumkin. Shuning uchun ham biz bu joyda birgamiz. Menimcha Alloh xayrli qilsin. Yaxshi natijalarga erishamiz. Chunki shu paytgacha ham natijalarimiz yaxshi bo'lgan, lekin yana ham insonlarga
tezroq, ko'proq foydamiz tegishini xohlaymiz. Chunki har bir mutaxassisi, menimcha bizda shunaqa, maza qiladigan joyi bitta bemor to'liq tuzalib, MRTsini ko'rsatganda maza qilamiz. Tuzalib qoldim, yaxshi bo'lib qoldim, to'g'ri, u ham qanchadir ma'noda, lekin tez esimizdan chiqadi, lekin bizga aniq o'sha grijalar bo'lsa so'rilib ketgan, meniski yirtilgan bo'lsa, bitgan, qaytadan joyiga kelgan, galopkalar yemirilgan bo'lsa, yana joyiga qaytib o'sib chiqqan sharoit ko'rganimizda bu bizni maza qildiradi. Charchoqli chiqib ketadigan joyi shu. Mana shuning uchun birgamiz. Yana qo'shimcha savolim bor. Demak, grijani muammo deb hisoblamaysizlar. Chunki grijani mushaklar orqali test qilish orqali organni olib tashlash mumkin, lekin so'riltirishda qanaqa jarayon qilinadi? Mana shu joyi qiziqroq. Tak, grija o'zi aslida katta muammo emas. Masalan, kimnidir beri yoki bo'lmasam bo'yni qayerdir og'riyotgan bo'lsa, menda grija bor, ana o'shandan deydi. Lekin bizga kelishadi, menda grija yo'q deydi. Grija bor edi, operatsiya qildim deydi. Oldirib tep-tekis umurtqa qildim deydi. Ko'rsangiz tep-tekis bo'lib turibdi. Umurtqa nimasini olib tashlagan. Og'riqlarchi desam, og'riqlar o'sha deydi. Grija yo'q, og'riq bor. Demak, grijani og'riqqa ta'siri yo'q. Grijani chunki olib tashlaganda, grijani olib tashlagandan keyin operatsiyadan keyin uni og'riqlari yo'q bo'lib ketishi kerak. Ya, nisbiy narsa-da bu. Masalan, agar nerv mana chiqib nerv chiqqan joydan grija chiqsa, siqadi, bu bor. Lekin bunga yaqin joydan chiqmasdan og'riqqa boshqa narsa sabab bo'layotgan bo'lsa, mizoj o'zgarishi yoki tepadan kelayotgan qaysidir nervi buzilish hisobiga mana shunaqa bo'layotgan bo'lsa, buni aloqasi bo'lmay turgan bo'ladi. To'g'rimi? Shunaqa qarasak bo'ladi. Endi mana kineziterapiya bo'yicha, kinezologiya emas, yana ta'kidlab o'taman, kineziterapiya. Kineziterapiya bu bo'g'imlarni, mushaklarni trenajyorlar orqali mashq qilish orqali tuzatadigan yo'nalish. Kinezologiya bu manualniy мышечный тестирование, ya'ni qo'l bilan test qilish orqali davolaydigan yo'nalish. Mana shu kineziterapiyani katta olimlardan bittasi Bubnovskiy, mashhur qilgan mana shu nimada SNGda nevrologlar, nevropatologlar уже tan oladigan payt keldi. Nerv siqilib qolmaydi hayotda deyapti. Nervni siqib ezib tashlaydigan struktura yo'q deyapti. Bu uning so'zi. Internetda izlasangizlar bor. Nerv siqilib ezilib qolgan taqdirda ham deydi, u shunaqangi mustahkam narsaki, uni yo'q qilib uzib tashlaydigan narsa struktura yo'q deyapti. Agar ezib qolgan taqdirda ham undan impulslar o'tadi deyapti. Buni bizlar nevropatologlar, nevrologlar уже tan oladigan vaqt keldi deydi. Bu mana simga o'xshagan narsa. Masalan, sim nimanidir orasida qolib ketsa, uzilmagan bo'lsa, undan tok o'taveradi, to'g'rimi? Nervni vazifasi nima? Tokni o'tkazib berish. Ya'ni grija buni siqib, ezib qolgan taqdirda ham, suyaklarning orasida qisilib qolgan taqdirda ham o'tdan anaqa impulslar o'taveradi ekan. O'tadi. Endi jimirlashlar nimadan, og'riqlar nimadan deganda yana javob beryapti, tomirdan deyapti. Yo'q, o'tadi, to'g'ri. O'tmasa ishlamaydi u. Ma'lum miqdorda muammo chiqqan. To'g'ri. O'tib qaytishda o'sha joyda siqilish bor, bo'g'ilish bor. O'sha joyi salgina ochish bilan agar o'sha joyda g'ayritabiiy hintlar ham bor deb aytadi. Tiqilma degan narsalar bor. Tomirlar. Yaxshimi? Tiqilmalar tomirlarda ham bo'ladi, mushaklar orasida ham bo'ladi. Umumiy narsa. Tiqilma juda ko'p joyda bo'ladi. O'sha deyapti. Nerv siqilgani emas deyapti. Ya'ni tashxis noto'g'ri deyapti. Bu yerda grijadan keyin tomirlar siqiladi deyapti. Tomir siqiladi deyapti. Ana o'sha tomir siqilgandan keyin o'sha tiqilma bo'ladi, u yerda haligi vоспаление bo'ladi, haligi shamollash jarayonlari boshqa narsalar bo'ladi deyapti. Lekin nervni siqib, unaqa impulsni o'tmay qoladi degani, bu sal texnik noto'g'ri, buni tan oladigan vaqt keldi o'sha. Endi biz hozir tabobat jihatdan qarasak, bu yerda biz xiltini moddasiga qaraymiz. Moddasi safroli, balg'amli yoki qon g'ayritabiiyga aylanish oqibatida o'tar yo'llarda to'silish hisobiga tiqilma hosil bo'ladi, mizoj o'zgaradi, o'sha yerda og'riq bo'ladi. Buni o'sha surgi qilish, tozalash usullari bor, yoki ozuqasini berib tozalash, mana shu ajib ko'slar shunga qilingan. Murakkab spinal murakkab tashxis aniq qilinganki, tarkibki Ibn Sinoning Qora bodiyning 5-kitobida keladi. Murakkab tarkiblar. Murakkab kasallikka murakkab tarkib ketadi deydi. O'sha joyda mana shuni beramiz. Shu yo'qoladi haqiqatda. Grija ham so'riladi, sekin-sekin joyiga keladi. Chunki bu ozuqasi yaxshi bo'lmagani uchun ishdida bu. O'zini formasini yo'qotyapti. Yana mana bizga ustozlarimiz o'rgatgan nimalarni ta'kidlab ketishimiz kerak. Itda ham grija bo'ladi. Itda. Ya'ni qo'polsiz, lekin
yo'q, oddiy mana it hayvon bor-ku, sigirda ham grija bo'ladi, otda ham grija bo'ladi. Lekin u tepadan bunaqangi qisilish, bosilish yo'q-ku unda, gorizontal yuradi. Ya'ni u yerda mushaklar qisib, mushaklar tortilib, uni ham grija qilib qo'yadi. Bu bir. Ya'ni bu tepa tikka yurgandan, og'ir ko'targandan bo'lmaydi. Qaysidir mushak uni tortib, grijaga olib kelgan bo'ladi. Boyagi mana bu xiryashni ikkita umurtqani orasidagi siqib chiqarib olgan bo'ladi. Mushakni kuchi shunchalik. Ikkinchidan shtangistlar, kurashchilar, haligi kurash bilan shug'ullanadigan o'shalarni umurtqasida ular har doim anaqadan o'tib turadi, medosmotrdan. Kamida 5-6 ta grija bo'ladi. Ular olimpiadaga chiqishdan oldin boshqa обследованиеdan o'tiladi, polning o'tiladi. Keyin grijang bor ekan deydi. Beling og'riyaptimi desa yo'q deydi. Mana deydi, menga 10 yildan beri grijam bor deydi. Umuman ish joyim og'rimaydi deydi. Ya'ni bu mana qo'ldagi mozol bor-ku, mozol bir paydo bo'ladi ishlasangiz, keyin yo'q bo'ladi. Shunaqangi narsa. Ya'ni uni sababi to'g'ri, grijani kelib chiqishiga boyagi mizojning buzilishi, xiltlarning, tiqilmalarning paydo bo'lishi sabab bo'lishi mumkin. Biz grija bilan emas, boyagi xiltning buzilishi yoki bo'lmasa bizda kineziologiya bo'ladigan bo'lsa, qonning aylanishini buzilishi, limfani aylanishini buzilishi, shunga o'xshagan quvvatning aylanishini buzilishi bilan shug'ullanishimiz kerak. Grija bormi, yo'qmi, uni qizig'i yo'q. Yaxshimi? Og'ritmasa bo'ldi. Xo'p, keyingi savol. Mushaklarni ishi buzildi. Buni qanaqa usulda uni to'g'ri ishlatib berasiz? Boyagi sabablarni yo'qotish orqali. Ya'ni biz mushakni test qilamiz, uni kuchi bo'lmaydi. Bu masalan mana olaylik, bir bemor keldi, bir qo'lida kuchi bor, ikkinchi qo'lida kuchi yo'q. Nimaga deganda, mana shu joyda bo'yindagi bir nervni qisilishi bo'lishi mumkin. Endi boya aytdik-ku, nervni qisilishi bu yoqqa ta'sir qilmaydi, to'g'ri o'tadi deb. Nerv qisilgandan keyin prosta nervni ana o'sha joydagi nimasi o'zgaradi, mizoji o'zgaradi. Prosta nervni o'zida shamollash bo'ladi. Yaxshimi? Endi nervni ham 3 xili bor, harakatga javob beruvchi, sezgiga javob beruvchi, yana bittasi bor, hozir yodimdan chiqdi. Shu nervlarni qaysi biri siqilayotganiga qarab turib muammo chiqadi. To'g'ri. Shunaqada endi. Shuni endi mushaklarni test qilish orqali, mushaklarni to'g'irlash orqali bu nervlar o'z o'rniga keladimi shunda? Nafaqat agar mushaklar ishlamayotgan bo'lsa, nafaqat mushaklarning orasidagi siqilgan nerv, balki suyaklarning orasida. Chunki mana suyakda mana hozirgi aytgan misolimizda bir qo'l ishlayapti, ikkinchi qo'l ishlamayapti. Buni bo'ynini agar bunaqa qilib ochadigan bo'lsak, bu yoqdagi hamma nervlari, tomirlari ochildi va qo'liga kuch kirib keladi. Agar bunaqa qiladigan bo'lsak, yana tomirlari, mushaklari qisiladi-da, kuch ketib qoladi. Mana shu tariqa, demak seni bo'yningdagi umurtqalarning joylashuvi o'zgargan. Ana o'shani joyiga keltirganimizdan keyin seni qo'ling joyiga kelsa kerak degan taxmin qilamiz. Umurtqasini joyiga keltiramiz. Keyin mushaklar qilib test qilib qo'yib ko'rganimizdan keyin qo'li tiklanadigan bo'lsa mushagi, demak sizni muammongiz umurtqadan ekan deymiz. Bu bir. Yoki bo'lmasam tomirlar qisiladigan bo'lsa, bunday qiladimi, bunday qiladimi, bunday qiladimi, baribir kuchim yo'q deydi. Unda seni tomirlaringdagi boyagi aylanish buzilgan deydi. Bizda kineziologiyada neyrovaskulyarniy nuqtalar degan bor. Neyrovaskulyar nuqtalar boshda bo'ladi asosan. Ana o'sha neyrovaskulyar nuqtalarni bosish orqali biz buni kuchini tiklanadimi, yo'qmi, ana o'sha neyrovaskulyar nuqtalarga ta'sir qilish orqali kuchini keltirish muolajalarini qilamiz va shu tariqa qon tomirlarida qon aylanishi tiklanadi. Bo'ldi, buni bo'lsa, buni necha marta eshitgandan ko'ra amaliyotda ko'rgan yaxshi. Keyingi bir chiqishlarimizda shuni amaliyotda ko'rsatib bersangiz, yaxshi. Odamlar tushunarli bo'lsin. O'zi kineziologiya so'zini o'zi ko'pchilik tushunmaydiganlar ham ko'p. Mana bu ham sabab bo'ladi. Yana boshqa videolar ko'p ko'rib qanaqa muolaja ekanligini tanishishlari mumkin. Mayli, bo'lmasa salomat bo'lasizlar, tomoshabinlar. Endi bular bilan xayrlashamiz. O'zi ancha vaqt bo'lib qoldi. Keyingi safar inshaalloh yana ko'rishguncha salomat bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.